Hozirgi yetishib chiqayotgan bolalarga aytmoqchi bo'lganim, o'qish kerak birinchi o'rinda. O'qimasa qiyin. Biz bu dunyoga nima uchun keldik? Qayerdan keldik? Qayerga ketyapmiz? Kimmiz o'zi? O'zligimiz nima? Millatimiz nima? Biz vatanimiz qanaqa vatan? Biz o'zi umuman bu dunyo biz uchun nima? Biz dunyo uchun kimmiz? Bularni anglash uchun o'qish kerak. O'qimasa inson zo'r bo'lib ketaverishi mumkin, lekin o'qimaganligicha qolaveradi. Shuning uchun o'qish kerak. Bu tavsiya o'zimga ham. San'atkor o'zi qanday inson bo'lishi kerak? Qanday mashhur bo'lish kerak? Endi bugungi kunda mashhur bo'lish uchun umrida kitob o'qimaganlarni dunyo qarash darajasida ijod qilish kerak. Men unaqa ijod qila olmayman.